Mana bu sumkani ichida nima bor deb o'ylaysizlar, o'rtoqlar? Sumkani ochishimiz bilan ichidan shlankamiz chiqadi. Hop, shlankadan keyin yana qo'shimcha aksessuar springlerlar bo'ladi bular. Hop, ana endi mana bizda kitobi bor ekan. Kitobida yozib qo'yishicha, hop, shlankamiz bor ekan, 15 metr ekan mana. Endi mana springlerlarni bitta ochamiz, qani ko'ramiz ichida nima narsalar borligini. Hop, ochildi, hop. Ochildi. Hop. Mana, nasatkani ko'ryapsizlarmi? Xuddi mikroklimatda nasatkasiga o'xshaydi, qaranglar. Ko'ryapsizmi? Mana bu alyuminiy shlanka ekan, kerakli razmerda qaltirib qo'yib qo'ysa bo'ladi. Buni yig'ilishi ham juda oddiy, oson, o'rtoqlar. Mana ko'rib turganlaringizdek, mana bu o'zini push fittinglari bor-da. Mana shu push fittingga shuna tiqamiz, bo'ldi, podключение tayyor. Bu yog'iga mana ham kiyovkan katta shlankani o'zimizga kerakli joyga moslashtirib ulab ketaveramiz. Shuna tiqishimiz bilan ulanadi. Bu juda ham oson. O'zingiz o'z qo'lingiz bilan bemalol yig'vorsangiz bo'ladi. Mana ko'rdingizmi? Kerakli razmerda kesasiz, yana dalshi ulab ulasiz. Mana shu narsani yig'ib olib, siz o'zingizga deylik qo'lingizga bir zelinlik ekib qo'ymoqchimisiz, chiroyli qilib, kashnich, ukrop yoki salat bargi shunga o'xshagan narsalarni bir ekib qo'yadigan bo'lsangiz, bir kichkina 1 kvadrat, 2 kvadrat joylarga sug'arish uchun mashina qo'yib qo'yadigan bo'lsangiz, xullas maza qilib sug'arasiz. Ana endi buni avtomat qilib qo'ysangiz ham bo'ladi. Buning uchun mana programmatorimiz bor. Bu bitta zonali bo'ladi, batareyka bo'ladi. Va deylik vodoprovoddan suvni promoy ulab qo'yasiz. Bundan chiqqanini tayyor shlankani shu holatda tortib ketaverasiz. Muammo hal, o'sha avtopolifiz bor. Vaqtga belgilab qo'yasiz, har kuni belgilangan vaqtda o'zi avtomatik sug'arib qo'yadi. Shunaqa mahsulotlar kerak bo'lsa kelaverasizlar. Xullas bitta komplekti bor-ku, bu narsa ichida bo'ladi. Undan tashqari mana shu komplekt sumkalari bilan xullas nasatkasini qaranglar. Sonini aytmadimmi? Mana bundan 10 ta bo'lar ekan. Shlankasi 15 metr, keyin mana zapchaslari bor. Undan tashqari mana to'g'ridan to'g'ri o'sha programmatorga qotiriladi, qaranglar. Mana shuna mana tagiga buraysizlar. Bo'ldi, osongina buraladi to'g'ridan to'g'ri shlankani. Shundan ulab o'z qo'lingiz bilan montaj qilib olsangiz bo'ladi. Xo'p, bu komplektimizning narxi 1 million so'm o'rtoqlar. Aksiyada kerak bo'lsa kelaverasizlar.